Kadrlar tayyorlaydigan yagona texnikumlar tarmog'i tashkil etiladi. Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, kasbiy ta'lim tashkilotlarining amaldagi turlari maqbullashtirilib, kasbiy ta'limning barcha darajalari bo'yicha kadrlar tayyorlaydigan yagona texnikumlar tarmog'i tashkil etiladi. Texnikumlarda kadrlar tayyorlash ta'limning xalqaro standart tasniflagichi va O'zbekiston milliy malaka tizimi talablariga mos ravishda tashkil etiladi. Boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus kasbiy ta'lim dasturlari bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, malaka va kompetensiyalar bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etiladi. O'rta va o'rta maxsus kasbiy ta'lim dasturlari bo'yicha kadrlar tayyorlash davlat granti va to'lov kontrakt asosida tashkil etiladi. 2025-yil 1-sentyabrgacha respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va xo'jalik birlashmalari belgilangan tartibda kadrlar buyurtmachisi va sanoat hamkori sifatida texnikumlarga biriktiriladi. 2026-yil 1-yanvardan o'rta bo'g'in kadrlarga bo'lgan talab kasbiy ta'lim platformasi orqali shakllantiriladi. 2025-2026 o'quv yilidan belgilangan texnikumlarda xalqaro ta'lim dasturlari joriy qilinadi. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida ta'lim olgan va imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan o'quvchilarga xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha diplom, sertifikat hamda kasbiy ta'lim to'g'risidagi davlat namunasidagi diplom beriladi. 2025-yil 1-yanvardan texnikumlarning direktor va direktor o'rinbosari lavozimlariga talabgorlarni ochiq tanlov asosida tanlash tartibi joriy qilinadi.